Assalomu alaykum. Mana yangi obyektimiz shiti tayyor bo'ldi. Bu yerda obzor qilib beraman. Bu yerda 23 talik shit, o'zi 24 ta 23 ta avtomat qo'yildi. Bu yerda birinchisiga dvux avtomat qo'ydim. Dvux avtomatimizning vazifasi tok urishdan himoya qiladi. Agar bilmasdan yosh bolalar qo'li tokga tegib ketganda avtomatik tashlaydi. Bu birinchi vazifa. Ikkinchisi relay напряжение qo'ydik. Relay напряжениemiz tok 160 voltdan pasayib ketsa ham svetizni o'chiradi, qolgan bitovoy texnikalaringizni kuyishidan, buzilishidan saqlaydi. 240-250 bo'lib ketsa ham tok o'zi himoya qiladi, o'zi o'chirib qo'yadi. Qolganlari gruppalarga ajratilgan. Har bitta xonaniki отдельный gruppalar 3 ta gruppaga bo'lingan. Hozirda mana shu mono shitimiz.